不会的。Olmayman. Moptim yo'q, lekin ayrilib ketmayman. Yo'q. Yo'q. Ayrilib ketmayman. 不会。分手吗？分手吗？不会啊。 Unutding. Yo'q. Udaxmaydi. Bu qo'ya. Haqman 1 million pul deysizmi? O'ylash baqaman-da buni 1 million tusavi. 那不会。不会的。我没有女朋友呀。Yo'q, ayrilib ketmayman. Yo'q, men olmayman.钱不是主要的，关键是。O'zim suyganim uchun ham de. Turmoyanlik azob qildik. Pul bilan muhabbatni munosabatlar. 真的对我来说，我觉得拿钱去说这个，我觉得没有意义咯，就那么简单咯。Ters bazı bir muhabbet gibi. 那你们是 pul deb ayrilib ketdilar. 你有女朋友吗？我没有啊。好，如果有的话会分手吗？不会啊。为什么呢？爱情价更高呗。 Ayrılib ketamsiz dedingiz-ku, ayrılib ketmasligim mumkin demoqchi. Muhabbatim yo'q. Masalan, bağımsızca ayrılıp gidersiniz. Yo'q. Nimishqa? Nimishqa ayrilib ketdiman. 1 million bilan muhabbatimni munosabat. Rahmat. Buni shu faqat biz muhabbatlashib beqib, andan shu muhabbatdan nimligini uqqandan javob beramiz, deb o'ylaymiz. Sizce? Muhabbet yok demek mi? Mesela bağımsızca. Bo'lsa endi agarda rost yaxshi ko'rsak, albatta 1 million deb olib ketamiz. Pul bilan hech qanday munosabat yo'q deb o'ylayman. 我有钱。一般太少了，再多一点。 1 millionmi? 5 million bo'lsa, o'ylash baqman. 1 millionlash muhabbatim bilan tashlamamda. 因为感情最主要呀，那不是光是用金钱来衡量的嘛。如果我觉得我是真心的话，我肯定不会。 So'qas. Neden? To'y bo'lgan ayrilib ketdim, yo'q, yaxshi ko'raman. Oldi bilan 1 millionni bagin manga tip andin muhabbet andin o'ylab baqay qanda deyma 1 million. Chunki pulni topqil bo'ldi, odam o'z yaxshi ko'rgan odamni mangu bir umr izlab topolmasligimiz mumkin. Şunun orada terslik olmadı. To'g'ri, to'g'ri. Muhabbet nimishqa? Uning bilan, u muhabbetni pul bilan qilgan qilolmaydi. O'zingizda qanday alayda iqtidor bo'lishni xohlaysiz? Bu vaqtdagi ko'z qarshingizni telefonda suratga olib, Chipar qizlar uyidar salonimizga avating. 因为我们在一起，不管贫穷富有都在一起，知道吗？因为一山再比一山高，知道吗？你如果选择放弃这一个100万的，那等一下他有一个1000万的，对不对呀？你放弃哪一个？一山还有一山高，因为永远选中一个就是一个。从前、现在、过去了，再不来。